Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu Alter filmi. Dahshatli urushdan so'ng odamlar turli xil genetik o'zgarishlar bilan dunyoga kelishni boshladi. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va keyingi film qahramoni bo'lish uchun ismingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Yanada ko'proq yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, Instagram sahifamizga obuna bo'lishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Ancha yillar oldin dunyo yadro urushida yo'q bo'lib ketishiga oz qolgandi. Odatdagi elektr tizimi va xalqaro aloqalar izdan chiqdi. Olimlar o'zida tugalmas quvvat saqlovchi o'simlik turini kashf qilishdi. Insoniyat shu quvvat manbai yordamida dunyoni qayta qurishni uddalaydi. Urushdan so'ng ko'pchilik bolalar turli nuqsonlar bilan tug'ilishdi. Olimlar buni hal qilish uchun genezis gulini inson geniga o'rnatishni boshlashdi. Oqibatda insonlar hali bachadondaliklar vaqtida turli qobiliyatlarga ega bo'lgan holda tug'iladigan bo'lishdi. Bunday yaxshilanishni qo'lga kiritgan odamlar genetiklar deb atalar va qirollardek yashashar edi. Aholining 10% esa barcha davrlarda bo'lgani kabi kambag'allikda yashar edi. Genezis institutida pokiza ekskursiyaga kelgan talabalar qatoriga qo'shiladi. Nogironlar aravasiga mixlangan sherigi Behruz esa farrosh bo'lib olgandi. Barcha chalg'iganligidan foydalangan Behruz man qilingan xonaga kiradi. Bundan so'ng bino chizmasini ko'rib ventilyatsiya quvurlarini ochadi va unga gaz ulab, laboratoriyadagi olimlarni hushidan ketkizadi. So'ngra niqobini taqib laboratoriyaga kiradi va onasi unga bergan soatdagi barchamiz bir, hammamiz tengmiz yozuvidan motivatsiya oladi va genezis gulini olish uchun himoya shishasini kesadi. Biroq gullardan birini olishga urinarkan signalizatsiya ishga tushadi, biroq Behruz gullardan birini va gul ekstrakti solingan kolbani olishga ulguradi. Trevoga sabab barchaga tashqariga chiqishni buyurishadi. Pokiza Behruzni kutmoqchi bo'ladi, biroq qorovullar uni qistab qolishadi. Behruz vaqtida chiqib keladi. Chiqish oldida tasodifan Pokiza bilan to'qnashganday bo'lib, unga ayiqchasini qaytarib beradi. Qorovullar uni tekshirisharkan soatdan boshqa narsa topishmaydi. Rentgen ko'zli odam esa Pokizaning qo'g'irchog'iga yashiringan gulni ko'rmay o'tkazib yuboradi. Ko'chaga chiqqan sheriklar senator Frank barcha odamlar yaxshilanishni qo'lga kirita olishi uchun unga ovoz berishlarini so'rayotganligini ko'rib xursand bo'lishadi. Bundan so'ng chiqish qilgan Sumaya genetik birlikni nishonlash uchun xavfli hududda bepul konsert berishini e'lon qiladi. Ayni damda Sumayaning menejeri unga xavfli rayonga bormaslikni maslahat beradi, biroq qiz agar odamlar bilan yaqinroq bo'lishni istasa, buni amalga oshirishlari kerakligini ta'kidlaydi. Sheriklarimiz uyga qaytib kelgach, Behruz guldagi quvvat toshini chiqarib olib, uning yordamida imkoniyati cheklanganlarning uskunalarini tuzatib beradi. Ular bu orqali mo'maygina pul ishlab topishardi. Barcha ketgach ularga qo'ng'iroq qilgan genetiklik erkak ta'mirga muhtojligini xabar qiladi. Pokiza borib xizmat qila olmasliklarini tushuntirmoqchi bo'ladi, biroq 3 karra to'lovni eshitgan Behruz ko'zi ochlik qilib borishga rozi bo'ladi. Pokiza buning noqonuniy va xavfli ekanligini aytib uni fikridan qaytarishga urinadi, biroq Behruzga farqi yo'q edi. Ular qimmat restoran oldiga kelishgach, oshpaz ularni orqa eshikdan kirgizadi. Nogiron bo'lgan oshpaz harakatlanishiga yordam beruvchi kostyum kiygandi. Ayni damda antigenetika nomi bilan mashhur bo'lgan banditlar bostirib kirib, chiroqni o'chirishadi. Behruz kostyumni tuzatgach, oshpaz nima bo'layotganligini ko'rib kelishga jo'naydi. Banditlar esa genetiklarga hujum qilib, ba'zilarini hayvonday o'ldirib tashlashadi. Ishni bitkazishgach, devorlarda o'z belgilarini qoldirishadi. Yaralangan holda qaytgan oshpaz sheriklarga qochishlarini aytib jon beradi. Ular qochishga urinishadi, biroq eshik qulflanib qolgandi. Reja o'ylagan Behruz Pokizadan unga oshpazning kostyumini kiyishda yordam berishini so'raydi. Birozdan so'ng oshxonaga kirgan banditlar yashiringan Behruz va Pokizalarni ko'rmasdan ertangi muhim kun haqida gaplashishadi. Ulardan biri qog'oz parchasini tushirib qo'yganida Pokiza uni oladi. Ular endi ketmoqchi bo'lganlarida kostyumni boshqara olmagan Behruz shart o'rnidan turib ajal raqsiga tushadi. Banditlar unga tashlanishadi va u o'zini himoya qilishga urinadi. Ulardan birining niqobi singanida uning yuzini ko'rishadi. Pokiza ham jangga qo'shiladi va bir amallab dodlarni berishgach qochishga tushishadi. Behruz yangi protezlariga hozircha o'rgana olmaganligi sabab Pokiza uning yurishiga yordam beradi. Ertasi kuni kechagi voqea haqida xabar qilishadi va ularning suratini ko'rsatib, ularni asosiy gumondorlarga chiqarishadi.
Maxsus xizmat xodimi kapitan Timur esa tez orada ularni qo'lga olishlarini ma'lum qiladi. Uning kechagi bandit ekanligini tanigan sheriklar esa bundan dahshatga tushishadi. Kechagi qog'oz bo'lagini olgan Pokiza buning Sumaya konserti bileti ekanligini ko'radi. Ular antigenetiklar konsertga hujum uyushtirishni reja qilganliklarini tushunishadi. Yuragi tovoniga tushgan Behruz narsalarni yig'ib bu yerdan surmoqchi bo'ladi, biroq Pokiza odamlarni qutqarish kerak deb hisoblardi. Behruz esa qayoqdagi nogiron va qandaydir malaletkaning qo'lidan hech nima kelmasligini aytgach, Pokizaxon piqillab burnidan suv oqizib ketib qoladi va Behruz unga yeta olmay qoladi. Yana onasining soatiga qaragan Behruz fikrini o'zgartiradi. Bir necha soatdan so'ng uyga qaytgan qiz Behruz kostyumni takomillashtirganligini ko'radi. U kostyumni kiyib endi kiborg nogiron ekanligini aytadi va uning yordamida Timurni ushlab, barchasini tan olishga majburlashini ta'kidlaydi. Pokiza esa kostyumni yanada takomillashtirish uchun unga qurol sifatida ishlatsa bo'ladigan maxsus kimyoviy qorishmalarni tayyorlaydi. Ayni damda Sumaya konsertni boshlaydi. Olomon bunday tomoshani janjalsiz o'tkazishni istashmaydi va politsiyachilarga qiyin bo'ladi. Konsertdan endi ketdik deyishganlarida politsiyachilar uning menejeri va qo'riqchilarni do'pposlab o'zini olib ketishadi. Yetib kelgan isyonchilar uni olib ketishdan oldin Sumayaga yaxshi qiz bo'lishni maslahat berishadi. Shu damda ket yorar qahramonimiz Behruz kiborg paydo bo'ladi va banditlarga taslim bo'lishni buyurib, o't ochmoqchi bo'lganida Pokizaxonning gullari o'sib chiqadi xolos. Banditlar hujumidan himoyalangan Behruz bir amallab bir ikkitasini yiqitadi. Pokiza Sumayani oldiga chaqirar ekan Behruz jon olib jon berish bilan ovora bo'ladi. Avvaliga barchasi yaxshi ketayotgan edi, ammo banditlar son jihatdan ustunlik qilishadi. Pokiza ulardan birini turtib olgach, kiborg ham tezda mashinaga chiqib oladi va tezdagina u yerdan quyon qilishadi. Ular uyga kelib ichkarida berkinishadi. Antigenetiklar esa ularning izini yo'qotishadi. Yangiliklarda Sumayani o'g'irlamoqchi bo'lganliklarini, biroq unga niqob taqqan sirli qahramon yordam berganligini va uning hozirda qayerdaligini hech kim bilmasligini xabar qilishadi. Behruz unga bularning boshida Timur turganligini aytadi. Sumaya esa ertaga oilani rejalashtirish markaziga borishi lozimligini tushuntiradi. Behruz antigenetiklarning keyingi nishoni Frank ekanligini tushunadi. Ular tug'ilishdan keyingi yaxshilanish loyihasiga qarshi chiqishgan edi. Sumaya bundan ogohlantirmoqchi bo'lganida uni to'xtatgan Behruz Timur politsiyada ishlashini aytadi. Buning o'rniga reja o'ylab topishadi. Ertasi kuni ular sevishganlar sifatida oilani rejalashtirish markaziga kelib, bola ko'rmoqchiliklarini aytishadi. Behruz doktordan shifoxonani tanishtirib chiqishini so'raydi va u sezdirmasdan kalitlarni o'g'irlaydi. Bundan so'ng xodimlarga Sumaya ular uchun kuylamoqchiligini aytib, barchani xonaga kirgizadi. Shu damda banditlar paydo bo'lishadi va Behruz ularni kutib oladi. Ular hujumga o'tishlari bilan gaz bilan hujumga o'tadi. Bu esa ularning niqobini eritadi. U oldiniga ustunlikka ega bo'ladi, biroq bu safar ham son o'z so'zini aytadi. Niqobini yechishgach, Timur ayamasdan yuzida sabzi ekishni boshlaydi. Ularni Frankning qo'riqchilari to'xtatib qolishadi. Sumaya Frankni u ogohlantirganligini, sababi uning banditlarga kuchi yetmasligini oldindan bilganligini aytadi. Behruz nega antigenetiklarni quvmaganliklarini so'raganida Frank unga ulardan da qimmatliroq ekanligini aytadi. Ma'lum bo'lishicha, Behruz Frankning o'g'li ekan va buni eshitib qolgan Pokiza xafa bo'lib qochib ketadi. Binoga kirgan jurnalistlarga intervyu bergan Frank genetik tenglik qanchalar muhim ekanligini o'g'li misolida ko'rsatib beradi va uning uchun ovoz berishlarini yana so'raydi. Keyingi haftada Frankning loyihasini bir ovozdan yoqlaganliklari ma'lum bo'ladi. Xavfli hududga kelgan avtobuslar aholini shahardan tashqarida joylashgan maxsus shifoxonaga olib ketadi. Ayni damda Behruz Pokiza haqida so'raganida Frank uni topa olmaganliklarini aytadi. U Timur haqida gap ochishi bilan mavzuni o'zgartirgan Frank uni davolashni ko'zlayotganligini aytadi. U o'z o'rnida onasini davolashga uringanida uning o'lganligini aytadi va u xato qilganligini aytib uzr so'raydi. Ularning suhbatini bo'lgan Sumaya Behruzni toza havodan nafas olgani olib chiqadi. U Pokizani ko'rib qoladi va bundan juda xursand bo'lishadi. Behruz Frank loyihasini tasdiqlashlari uchun genetiklarga hujum uyushtirganligini tushunadi. Ular esa buni isbotlashlari lozim edi. Kallasiga g'oya kelgan Pokiza protez ko'zlarni egalaridan olib turadi. Doktorlar davolash uchun navbatdagi bemorni tanlashadi. Pokiza barchasini yozib olish uchun laboratoriyaga sezdirmasdan kirib oladi. Timur Frank bilan gaplasharkan ularning tili bir ekanligi tasdiqlanadi. Frank rejasini tushuntiradi. Ular donorning miyasidan suyuqlikni chiqarib olib, modifikatsiyalangan genga qo'shishadi va tayyor bo'lgan qorishmani yoshga qaramasdan organizmga jo'natish mumkin edi. Buni evolyutsiyaga bo'lgan navbatdagi qadam deb hisoblovchi Frank faqat o'g'lini davolash haqida o'ylardi. Pokiza bularning barchasini jonli efirga uzatadi va bundan dahshatga tushgan Sumaya ko'z yosh to'kib barchadan uzr so'raydi. Birlik haqida so'z ochgan Behruz barchani bunga qarshi kurashishga ko'ndiradi.
Ertasi kuni Frank va hamshiralar muolaja uchun Behruzning oldiga kelishadi. Kostyumni kiyib olgan Behruz tezda Frankka tashlanib, inyeksiyani tortib oladi. Frank buni uning uchun qilganligiga uni ishontirishga urinadi, biroq Behruz uni maxluq deb atab ketib qoladi. Bundan so'ng qorovullar xonasiga kirib, askarlar bilan jang qiladi, biroq ulardan biri trevoga tugmasini bosishga ulguradi. Pokiza yozuvlarni politsiyaga jo'natishga shaylanadi, biroq bu vaqt olardi. Behruz jangga ketmasidan oldin Sumaya uni cho'lpillatib oladi. Lagerga Timur bostirib keladi. Behruz ham odamlari bilan qarshilik ko'rsatishga chiqadi va beayov jang boshlanadi. Son jihatdan ko'p bo'lgan aholi maxsus xodimlarning maxsus joylarini maxsus zarbalar bilan mahzun qilishadi. Afsuski Timur yordam kuchini chaqiradi va ular o'qotar qurollar bilan keladi. Behruz Timur bilan yakma-yak qoladi va kostyumi bilan ham kuchi yetmagach qochishga majbur bo'ladi. Pokiza esa nihoyat politsiyaga fayllarni jo'natadi. Timur esa jon holatda qochayotgan Behruzni itday kaltaklashdan to'xtamasdi. Laboratoriyaga kirishgach Behruz Genesis shyulyuzini ochadi. Bundan so'ng shishani sindirishga urinadi. Timur esa Behruzni ayamay kaltaklab to'g'ri shishaga uloqtiradi. U endi uni o'ldirmoqchi bo'lganida Behruz Genesis gulini sug'uradi va undan otilgan tikanlar Timurni nasmert o'ldiradi. Yetib kelgan politsiya Frank va odamlarini qo'lga olishadi. Bonus evaziga inyeksiyani ham qo'lga kiritishadi. Pokiza va Sumayalar Behruzni ko'rgani kelishadi va yana chipoq-chipoq sahnalari. Ertasi kundan Frankning maxfiy rejalarini barchaga fosh qilishadi va odamlarni niqob taqqan qahramon qutqarganligini aytishadi. Hukumat bu voqeadan so'ng Frankning loyihasini taqiq qiladi va odamlarga hududlar aro bemalol harakatlanish ruxsatini beradi. Ortiq qo'shiq aytishni istamagan Sumaya esa Behruz bilan birga baxtli hayot kechiradi. Sal nariroqda badbashara malaverga aylangan Frank o'g'lini poylab turardi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.